Kapadzini jahon chempionatiga bora olmasligi, terma jamoani boshqara olmasligi fonida qanaqadir motivatsiyasizlik kuzatildimi? Go'yoki motivatsiyasiz Kapadze va motivatsiyasiz terma jamoani ko'rgandek bo'ldim shaxsan shu haqda nima deya olasiz yoki bu ta'sir qilmadimi, boshqa narsami? Nastroy tarafdan ham har tarafdan albatta harakat qildik, jismoniy ham menimcha yomon ko'rmadik, albatta kamchiliklar bor edi, xatolar ham ko'p bo'ldi. O'sha ancha kuch oldi, o'sha uzatmalarda. Aytganimdek, biz yarim komandani tiklashi bilan jarayoni bilan o'tdi, trenirovkalarimiz yarmi o'sha kelishini kutdik, o'shaning uchun hamma har xil naguzkada trenirovka qildik, faqat polnoценный trenirovka qildik. Lekin bunga qaramasdan menimcha har biri tonusda, chunki chempionat kelyapti. Va albatta hali ham aytdim, vaziyat terma jamoa atrofida bu keldi internet tarmoqlarida albatta xohlaymizmi yo'qmi, mani ham futbolchilarni ham chalg'itadi, lekin bundan uzoq uchrashga harakat qildik. Buni даже o'ylamadik, faqat turnirga tayyorgarlik qildik. Muammo yo'q, hech qanaqasi muammo yo'q, bu futbol. Shuning uchun chiqdik, tayyorgarlik ko'rdik.